Do'stlar, barchaga xayrli kun. Yangi yil elektro jamoasi navbatdagi xonadonida elektromontaj ishlarini yakunladi. Birinchi bosqichimizda shu hozir bir qator aytib o'tsak, bu o'tdi demak silovoy shitimizni, glavniy avtomatimizni va undan keyin yana do'p avtomat qoldirganmiz. Stabilizator va generatorlarga keyinchalik bular almashish mumkin va shitimizning eng o'sha asosiy qismlaridan bittasi relay напряжение. Bu yuqori va past kuchlanish bo'lganda o'chirib qo'yish nimasi uchun va magnetik shitil aerozol deymiz. Bizga bu ham kerak bo'ladi va uzvlarimizdan keyin gruppalarga bo'lingan avtomatlarimizda bu yerda o'chmaydigan gruppalarimiz bor va o'chadigan gruppalarimiz bor. Birinchi holati shu tartibda mana chiroqlarni qo'ydik, ya'ni shu eshiklar yopilganda o'chadi va ochganda yonadi. Va bu ikkinchi shitimizni slabo to'shganimiz uchun shit. Bu yerda rotorimiz bo'ladi va video nablideniyamizga alohida shit. Barchaga yaxshi kayfiyat. Obuna bo'lib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Yangi